Bir xil keys doim uchraydi menda. Bilasiz, rahbarlar bilan ishlayapmiz, biznes egalari bor, tadbirkorlar bor ichida va o'zbek bozorida ota boshlagan biznesni farzandi davom ettirayotgan holatlar bo'lyapti. Ota bu biznesni qo'pol qilib aytsa tug'gan insonni dunyoga keltirgan, uni ma'lum bir darajaga chiqargan, muvaffaqiyati, yaxshi yomoni, uni bir alohida bir loyiha sifatida xalqqa tanilishi uchun mehnat qilgan, harakat qilgan va kun kelib farzandiga topshiryapti loyihani. Ana shu holatda farzand bilan ota o'rtasida kelib chiqayotgan konflikt bor. O'zimning tajribamda oxirgi 4 yil, 5 yil ichida kuzatildi. Ota berib bermayapti loyihani farzandiga, bo'ldi senga topshirdim deyapti-yu, aralashyapti uning ishiga. Bola ham to'liq hukmronlikni olish payida. Bir kun shunaqa holat bo'ldi, ikkita aka-uka o'qidi bizda. Deyaptiki, biznesni otam qurgan, lekin bizga topshirgan, ammo eski uslubda boshqaryaptilar. Hozirgi zamon u narsani ko'tarmaydi. Yangicha yondashuv qilish kerak. Marketing bor, target bor, Instagram sahifasida yurg'izish kerak, faoliyatimizdan xabarlar berishimiz kerak, ma'lumot berishimiz kerak. Shaxsiy brendni yuritish kerak. Lekin otamga bu narsalar ma'qul emas. Hatto shuna holat bo'ldiki, men jamoani yig'sam, media jamoani safarga ketib qaytib kelsam, bir haftaning ichida haydab yuboribdilar media jamoani. Kerak emas bu narsa bizga. Boringlar, o'zi kelsa kelasizlar deb. Men ularni qanaqa qilib yig'gandim deydi. Va yana shuna holat bo'lyaptiki, ota aralashyapti ishga. Ya'ni unaqa emas, bunaqa qilasan. Bunaqa emas, bunaqa qilasan. Ota, bugungi zamon ko'tarmaydi bu yondashuvni. Bu ketishda biz bankrot bo'lamiz. Ya'ni biznesimiz orqaga ketishni boshlayapti. Yangi qoidalar bo'yicha ishlaylik, yangi tartib bo'yicha ishlaylik. Yo'q, kerak emas. Mana shu yo'nalishda ketamiz. Shu sababdan deydi oramizda kelishmovchilik bo'lyapti. Men kurslarga boryapman, yangi bilim olyapman. O'sha olgan bilimlarimni amaliyotga tatbiq qilmoqchiman, biznesimni rivojlantirmoqchiman. Bu bizning oilaviy biznesimiz. Otam senga topshirdim deganlar. Lekin aralashyaptilar va to'siq bo'lyapti. Shu holatda konflikt bo'lyapti o'rtamizda, deyapti. Men aytdimki, sen hozir bu yerda mol va dunyo uchun, biznes uchun ota-onang bilan konfliktga boryapsan. Bu qanchalar to'g'ri? Ota-onang bir kun o'tib ketadi, lekin ertaga bu narsa senga armon bo'lib qolmaydimi? O'shanda bekorga qarshi chiqqan ekanman, bekorga so'zlarni ikki qilgan ekanman. Nima bo'lyapti? Qarshi chiqqaning bilan rivojlana olyapsanmi desam, yo'q dedi. Ham qalbimda bir g'ashlik bor dedi. Men aytdim, bitta yo'li bor dedim. Shu uslubni bir qo'llab ko'raylik dedim, balki inshaalloh yaxshi bo'lar. Nima dedi? Men aytdim, ota, bo'ldi. Bundan buyog'iga siz aytganingiz bo'ladi. Siz chizgan chizig'ingizdan chiqmaymiz. Zaten bu biznesni siz qurgansiz. Buni egasi sizsiz. Bizlarni ham dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan sizsiz. Ham o'sha pozitsiyani bergin dedim, pastga tushgin dedim. Otangga otalik, rahbarlik, boshliqlik pozitsiyasini bergin, chiqsin o'sha joyga. Ota, siz nima desangiz shu bo'ladi. Siz aytganingizni qilamiz. Agar mabodo ishlamay qolsa, qarshi bo'lmasangiz, shu men bir yangi uslubda ham bir yondashib ko'rsak, yana o'zingiz bilasiz. Siz nima desangiz shu pozitsiyasida turgin, sizni duolaringiz bilan bu vaqtda hammasi nimaga erishayotgan bo'lsa, siz boshimizda turganingiz uchun bu vaqtda deb dedim, shu kalimalarni qo'llab dedim. Bir yondashgin, otang bilan munosabat qil, qanday bo'lar ekan, nima bo'lar ekan. Desam, bir haftada haligi bola keldi, shu ishni qildim dedi. Umuman kutmagandim dedi. Otam ham go'yoki shu so'zlarni kutib yurgandek edi deydi. Ko'ziga yosh keldi. Bolam, sen ancha pishibsan, bo'ldi endi bu yog'iga senga to'liq topshirsam bo'ladi. Men aralashmayman endi ishingga bolam. Bo'ldi deb aytdi. Ya'ni sen shu holat, yo'q ota, siz bu yog'iga o'zingiz boshliq bo'lib turasiz, duoda bo'lib turasiz deb yondashgan. Shunaqa qilgan, dedim, shu ishni qildi va bu bilan ham biznes saqlab qolindi, ham u yangicha yondashuvda biznesni rivojlantirishga muvaffaq bo'ldi, ham eng asosiysi ota bilan bolani o'rtasidagi rishta saqlab qolindi. Bu boshqacha bir holatga kirdi deydi.